Assalomu alaykum hammaga. Hop, Farg'onaga X861 Pro razvos xazinamizdan chiqaryapmiz. Farg'ona joydamdamiz. Hop, bu yerga razvos xazina apparatimizni o'rnatib beryapmiz. 861 Pro. Hop, razvos xazinamizni o'rnatdik. Razvos xazinamizga mana eng zarur narsalardan stabilizator. Shuni birinchi qo'yish kerak. Garantiyasi shu stabilizator bilan. Apparatimiz mana ikkita monitorli. Bu monitorlarimiz mana aylanib, o'zgarib, razmerlarga solib ishlatsa bo'laveradi. Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Tepadagi monitori. Apparatimizga 1 yil garantiya beramiz. Dostavka, uстановка xizmatlarimiz kelishuv asosida. Xudo xolasa ishga tayyor. Komplektida shu tarelkalari chiqadi. Datchilari mana sensorli bo'ladi. Operatorlarimizni sinab ko'rish uchun razvos xazinani boshlaymiz. Apparatimiz avtomatik plavat qiladi, o'zi rollarini to'g'rilab. Orta chapni topolmay qoldi. Ha, bo'ldi. O'zi datchilari ko'rsatib turadi, qizil, yashil topolmay qolgan taraflarda. Qizil chiqib qoladi, yashilda o'zi topishni boshlaydi. Kimga shunaqa avtoservis uchun apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz.